Bu tashqi olamdan ajralib qolgan va juda olisda joylashgan eng katta orol. Bu qit'ada changalzor atalmish yashil xilqatlar barq urib turibdi. Ular okean qa'ridan chiqib, osmon va falakka bo'y cho'zgan tog'lar va Tinch okeanidan kelayotgan namlik tufayli qalin bo'lib o'sgan. Juda olis zamonlardan beri inson qadami yetmagan qadim bu o'rmonlar noyob mikroolam paydo qilgan. Tashqi olamdan chetda bo'lgani sababli boshqa changalzorlardan keskin ajralib turadi. Katta oroldagi o'rmonlarda haddan ziyod boy, rang-barang va turfa hayvonot olami shakllangan. Avstraliya butun dunyoga bir necha yuz yil oldin tanildi desa ham bo'ladi. Tabiat mo'jizasi bo'lgan ushbu saltanatda hali ochilmagan ko'p sirlar mujassam. Ssenariy muallifi va rejissyor Juan Antonio Rodriguez Liano. Ijrochi prodyuserlar Pablo Aleman va Rosa Perez Roa. Changalzor sayyorasi. Jannat monand Avstraliya. Avstraliya katta orol qit'a bo'lib, uning sharqiy qirg'og'ida g'aroyib o'rmon qad rostlab turibdi. Tropik changalzor sharqiy sohildagi tog'li tizmalar bo'ylab cho'zilib ketgan. Uning eng qalin qismi Queenslandda joylashgan. Avstraliyadagi bu yashil saltanat yer yuzidagi eng noyob va qadimiy tropik o'rmonlardan biri sanaladi. Tashqi olamdan ajralib qolgani bois, bu yerda makon topgan ko'plab jonivorlar endemik tur bo'lib, yer yuzining boshqa hech bir yerida uchramaydi. Ba'zan o'rmon ichida o'z ko'rinishi bilan ibtidoiy zamonni yodga soluvchi jonivorlarning sharpasi ko'zga tashlanib qoladi. Ibtidoiy jonivorlarning qoldiqlari qalin barglar orasida yashiringan. Ko'z zo'rg'a ilg'aydigan izlar bizni dinozavrlar yashagan zamonlarga olib o'tgandek bo'ladi. Garchi o'sha dinozavrlarning o'zi allaqachon yo'qolib ketgan bo'lsa-da, o'sha paytda gullab yashnagan o'simliklarning ko'pi haligacha o'rmonda barq urib turibdi. Bu tropik jangalzor o'sha zamonlardan beri qariyb o'zgarmagan va bu yerdagi o'simliklarning tadrijiy rivojlanish jarayoni ularda muhrlanib qolgandek go'yo. O'rmonda ona sayyoramizning ibtidoiy zamonidan qolgan o'simliklarni uchratish mumkin. Shunday uzoq tarixga ega bu changalzor hayvonot olamiga kurrai zamindagi o'zgarishlar, davrlar to'foni, sinovlarga moslashish va ko'nikma hosil qilish uchun yetarlicha vaqt bergan. Ikki tusda tovlanib turgan meva kaptari changalzor taqdim etayotgan barcha ne'matlardan qanday foydalanish kerakligini yaxshi biladi. Ular juftlashish mavsumida o'zi qurajak oddiy inning bo'yi va eniga moslab novdalar yig'adi. Inni esa daraxt shox shabbalari orasiga, ko'zga tashlanmaydigan bir burchakka quradi.
G'aroyib bu kaptarlar yomg'ir mavsumi paytida in qurish uchun Yangi Gvineyadan uchib keladi. In tayyor bo'lganda moda bitta tuxum qo'yadi va juftlik bor kuch-quvvatini sarflab, unga birgalikda g'amxo'rlik qiladi. Avstraliya changalzori boy ekotizim bo'lib, unda o'simlik va jonivorlarning hayoti bir-biri bilan chambarchas tutashib ketgan. Daraxtning eng baland shoxlari boshpana bo'lib xizmat qiladi. Changalzor yashil choyshabining ust tomonida Avstraliya kichkina uchar tulkilari bir necha 10 ming jonzotdan iborat to'dalarga birlashadi. Kunduzi ular yo uxlaydi yoki o'z bolasini ona suti bilan oziqlantiradi. Bolasi bir necha hafta davomida onasiga mahkam yopishib yashaydi. Mittivoylar uchun ona bag'ri xavfsizlik garovidir. Yiqilish muqarrar o'limni bildiradi. Uchar tulkilarning oyoq panjasida baquvvat tirnoqlari bor. Ular shoxni mahkam changallashga va soatlab osilib turishga yordam beradi. Tun jonivorlari kechasi changalzordagi mevalar va gullar bilan oziqlanish maqsadida o'nlab kilometr masofani uchib o'tadi. Shu sababli mevali daraxt danaklarini tarqatishda va gullarni changlantirishda ularning xizmati katta. Ko'rshapalaklar kechki parvozdan so'ng soatlab o'z yungini tozalash bilan band bo'ladi. To's to'polondan narida, chittaklar oshiyonida shoxlar dam olish uchun emas, aniqrog'i tomosha uchun asqotadi. Bo'ston qushlari ularga e'tibor berishlari uchun shunga yarasha harakat qilish kerak. Qalqonli bo'ston qushi modaning e'tiborini tortish uchun ko'pincha ularning hududida joylashgan go'zal manzillarga uchib keladi. Yosh qushlar qo'noqda o'tirgancha ancha tajribali turdoshidan saboq olmoqda. Ular muhabbat raqsini ketma-ket mashq qilib, bir-biri bilan raqobatlashmoqda. Yosh qushlar mashg'ulot bilan band paytda shu hudud va undagi qo'noqlarning egasi bo'lgan yosh kattaroq qush tropik mevalardan oziqlanib, kuch-quvvat yig'moqda. Uning yaxshi ko'rgan o'z joylari bor. Yosh raqiblari doim qarshisida turib, jig'iga tegmoqda. Tartib o'rnatadigan vaqt keldi. Vajohatli qush bu yerda kim xo'jayin ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi. Nar butun diqqat e'tiborini bir yerga yig'ib, mahorat darsini boshlasa ham bo'ladi.
Shunday shohona libos va qoyilmaqom tomoshadan so'ng uni sezmasliklari mumkin emas. Nar g'ayrat bilan ijro etgan jozibali raqsi tufayli bir nechta modani rom etishga muvaffaq bo'ldi. Ularning har biri o'zi uchun in qurib, tuxum qo'yadi. Maestro janoblari esa bir nechta avlod qoldirganidan mamnun. Avstraliya oddiy tuyaqushi bo'ston qushlari bilan bir changalzorda yashasa-da, vazn va harakatlanish borasida ularning o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Katta bu qushlar juda tajovuzkorligi bilan mashhur. Oddiy tuyaqush panjasidagi o'rta barmoq xuddi xanjar kabi juda o'tkir. U bir zarb bilan har qanday yirtqichni o'ldirishga qodir. Biroq bu jonivorlar ma'lum bir holatlarni inobatga olmaganda, faqat yemishni bo'lish paytida biroz to'polon qilib janjal ko'tarishi mumkin. Daraxtlarda ozuqa shunchalik ko'pki, natijada yerda yuradigan ayrim jonivorlar daraxtga chiqish sabog'ini puxta o'rganib olgan. Ba'zi kengurular esa o'z qadrdon go'shasi bo'lmish qurg'oqchil yerlarni daraxt novdalariga almashishga majbur bo'lgan. Yoqimtoy kengurularning bolalari 2 yil onasini yonida yuradi. Keyin esa changalzordagi daraxt novdalari orasida bir o'zi yashashga jur'at etadi. Tashqi ko'rinishi biroz qo'polroq va semiz bo'lishiga qaramay, daraxt kengurulari novdalar oralab yurishga juda usta. Ularning uzun dumi muvozanatni tutib turadi. Old panjalari esa tutgan yerini mahkam changallaydi. Ularning o'ta xotirjamligi yemishiga ham bog'liq. Gap shundaki, kengurularning asosiy taomnomasi barglardan iborat bo'lib, ularning kaloriyasi nihoyatda kam. Shu sababli daraxt kengurulari ortiqcha quvvat sarflashdan qochadi. Bu jonivorlar o'z hududi va ozuqasini boshqa antiqa jonzotlar bilan bo'lishadi.
Changalzorning barg bilan oziqlanadigan ahli, masalan, qopchiqli kalamushlar faqat kech tushganda oziqlanish uchun tashqariga chiqadi. Kunduzi esa ular daraxt novdalari ustida uxlaydi. Tog' qopchiqli kalamushi har kuni faqat bir necha kilometr masofani bosib o'tishi mumkin. Bundan ortig'ini unga keragi ham yo'q. Ayniqsa, shundoqqina yotog'i yonida mazali barglar bo'lsa, yana ham yaxshi. O'ta xotirjam va kam harakat qopchiqli kalamushlardan farqli o'laroq, changalzorning bu jonivori chaqqon va juda hovliqma. Avstraliya changalzorlarida hayot kechiruvchi hayvonot olami uchun yorqin rang va tuslarning mavjudligi oddiy hol sanaladi. Yashil dekoratsiya fonida turfa ranglar egasi yulduz bo'lib porlab turibdi. Patlari har xil ranglarda tovlanib turgan bu qushlar daraxt va gullarni topish uchun kichik galalarga birlashadi. Ularning gulshirani yig'ishga moslashgan tili xuddi mo'y qalamga o'xshab ketadi. Antiqa bu qushlar changalzordagi ko'plab gullarni changlatishda ishtirok etadi. Avvalgi qahramonlarimiz qornini to'qlayotgan paytda ikki tusli meva kaptari o'z avlodi haqida qayg'urmoqda. Moda polaponini jig'ildonida olib kelgan ozuqa bilan boqadi. Qush bolasi juda kichkinaligidan onasi unga yemishni qanday yeyishni o'rgatyapti. Bu paytda esa qushning ini ostida Avstraliya oddiy tuyaqushlari o'ziga ozuqa izlab yuribdi. Ular daraxtdan tushgan mevalarni terib yeydi. Ma'lumki, oddiy tuyaqushlar 70 dan ortiq turdagi daraxt mevasi bilan oziqlanadi. Nar tuyaqush bir kunda yuzlab meva va reza mevalar bilan oziqlanishi mumkin. Tuyaqushlarning ochko'zligi urug'larning bari chor atrofga sochiladi degani emas. Ularning aksariyat qismi jonivorning oshqozonida qolib ketadi. Yerga tushgan urug'lar esa changalzorda o'sib unadi. Oddiy tuyaqushlar o'z hududi bo'ylab kezib yurgani bois bu urug'lar ancha katta maydonga yoyiladi va taxminan 800 metrcha nariga borib qoladi.
Avstraliya tropik o'rmonlari zaminiga faqat urug'lar to'kilmaydi. To'kilgan barglar ustidagi chirigan daraxtlar ko'p jonzotlar uchun ikkinchi boshpana bo'lib xizmat qiladi. Kalamush kenguru ham Avstraliya oddiy tuyaqushi kabi yerga tushgan mevalarga o'ch. Lekin changalzorda boshqa mevalar ham bor. Bu jonivor hamma narsani yeyaveradi. Qopchiqli bu g'alati jonivor faqat Avstraliya shimoli-g'arbida joylashgan tropik o'rmonlarda yashaydi. Nam changalzor ichida ehtiyot bo'lgan ma'qul. Chunki bir marta tishlashi o'limga olib keladigan yirtqichlar bor. Qopchiqli suvsar etxo'r jonivor, haddan tashqari shafqatsiz yirtqich. Xuddi kengurusimon kalamushlar kabi, ular ham chirigan daraxt ichida yashaydi. Epchil yirtqich ham yerda, ham daraxt ustiga chiqib ov qilishi mumkin. Uning taomnomasi qushlar, sudralib yuruvchilar va shu bilan birga kengurusimon kalamushlarga o'xshash sut emizuvchilardan tashkil topgan. U hattoki hasharotlar bilan ham oziqlanishi mumkin. Istagan payt ovga chiqsa bo'ladi, lekin bu yirtqich tun o'z pardasini changalzor uzra yoygan paytda qorong'uda ovga chiqishni ma'qul ko'radi. Qopchiqli suvsarning tishi metin kabi mustahkam. U o'ljaning hatto suyaklarini ham majaqlab tashlashi mumkin. Avstraliya ibtidoiy tropik o'rmoni yer yuzidagi eng g'aroyib joy hisoblanadi. Bu yerda qanotsiz bahaybat qushlar, daraxt kengurulari, bo'ston qushlari bor. Ularning har biri o'z turmush tarziga ega. Ammo hammadan ham tilla kapachiqush o'ziga xosligi bilan e'tiborni ko'proq tortadi. Bu qushning changalzor teatrida o'ziga xos roli bor. Narlar o'ziga qo'shni bo'lib yashayotgan moddalar e'tiborini tortish uchun go'zal oshyollar barpo etishga harakat qiladi. Bu qushning qilayotgan ishi chindan ham tahsinga loyiq. Tilla kapachiqushga kapa qurish uchun lozim bo'lgan xom ashyoni, kichkina novdalar, patlar, o'tlar va gullarni changalzor atalmish tabiat do'koni yetkazib beradi. Tilla kapachiqush e'tibor tortadigan koshoni qurish uchun ancha vaqt ketishini biladi. Shu sababli har bir ishni puxta bajarishga harakat qiladi. Avstraliya tropik o'rmoni 2 asr ilgari fanga noma'lum bo'lgan oddiy jonivorlar uchun g'ayrioddiy jannat monand go'sha sanaladi.
Avstraliya tropik o'rmonining bir qarich yerida, ya'ni hududining bor yo'g'i 20%da yer yuzida mavjud barcha o'simlik va hayvonot olamining rang-barang turlarini uchratish mumkin. Yana bunga Avstraliyadagi xaltalilar, amfibiyalar, sudralib yuruvchilarning 30% va bu qit'adan boshqa yerda uchramaydigan endemik turlarning yuzlab noyob turlari ham kiradi. Avstraliya tropik o'rmonlaridagi o'simliklar va jonivorlar tabiatning nodir xazinasi sanaladi. Ana shu bebaho boylikning barcha namunalari qariyb 130 million yil davomida o'zgarmay kelayotgan bu yashil xilqatning ajralmas bo'lagi va bezagi bo'lib qolaveradi. Film dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.